Minecraft Live yaqinda bo'lib o'tdi va bizga ko'plab yangi xususiyatlar namoyish etildi. Birinchi navbatda bizga Minecraftning 1.21.5 ning rasmiy nomi va chiqish sanasi e'lon qilindi. Bundan tashqari kelajakda yangilanishda o'yinga 2 yangi mob qo'shilishi ham ko'rsatildi. Shunday ekan, bugun men Minecraftning eng yangi yangilanishlarini kelayotgan barcha o'zgarishlarni ko'rsatib o'taman. Minecraftning 1.21.5 ning yangiliklari. Bu versiya snapshot shaklida asta-sekin oshkor bo'lib bormoqda. Bu yangilanish bizga sigir, shoshqa va tovuqning issiq va sovuq biomi variantlari taqdim etildi. Shuningdek, Fluffy Bush nomli o'simlik qo'shilgan bo'lib, u mayda shivnlarni o'ziga tortadi. Cho'llar uchun yangi atmosfera tovushlari, yangi spawn tuxumlari, shuningdek quyidagilar va yangiliklar kiritilgan. Yana boshqa ko'plab yangi funksiyalar. Bu yangilanishning asosiy maqsadi biomlarning bir-biridan yanada farqli va jonliroq qilish. Bunga erishish uchun faqat ma'lum biomlarda uchraydigan maxsus bloklar qo'shildi. Ba'zi moblarning biomi xos bo'lgan versiyalarda yaratildi. Yangi ovozlar quyidagi uchun qo'shildi. Barglar harakati, harakatlanuvchi zarralar va yangi tovush effektlari orqali biomlarga jon bag'ishlandi. Cho'l biomining shovqinlari, masalan qum va shamol, Fluffy Bush chiqargan tovushlar, bo'rilarning o'ziga xos tovushlari. Bundan tashqari Overworld'dagi ba'zi blokka maxsus tovush qo'shildi. Agar o'yinchi ushbu blokni olib tashlasa, ularning ovozi ham yo'qoladi. Aksincha, agar bu blokni boshqa joyga olib kelsa, ularning tovushlari ham o'zgaradi. Shuningdek, Fluffy Bush atrofida uchib yuradigan shivnlar zarralari qo'shildi. Kechasi ular paydo bo'ladi, kunduz esa yo'qoladi. Texnik o'yinchilar ushbu blokdan foydalangan holda uni yoqish yoki o'chirish mexanizmlarini yaratish mumkin. 1.21.5 ning yangilanishining nomi va chiqarilish sanasi. Men buni xursandlik bilan e'lon qilaman. 1.21.5 ning versiyasi Spring to Life, bahorga hayot deb nomlanadi va bu versiya esa 25-mart kuni chiqariladigan bo'ladi. Minecraft 1.22 va yangi moblar. Minecraft Live shuningdek 1.22 versiyasida keladigan yangi moblarni ham namoyish etdi. Ushbu moblarni olish uchun yangi maxsus blokni topish kerak bo'ladi. Bu blok Nether'dagi Dreadgast bo'lib, Soul Sand Valleys hududida uchraydi. Agar siz bu blokni orqa tomonidan qarasangiz, oddiy suyak qoldig'iga o'xshaydi. Lekin oldingi tomondan qarasangiz, tanish va biroz qayg'uli ko'rinishda ega ekanligini ko'rasiz. Dreadgast quritilgan gaz degan ma'noni bildiradi. Ushbu blok Nether'dagi qazilma qoldiqlar orasida joylashgan. Uni faollashtirish uchun suv kerak, lekin Nether'da suv yo'q. Shuning uchun bu blokni Overworld'ga olib kelib va suvni qo'yish kerak. Suv bilan to'ldirgandan so'ng, to'xta do'stim. Obunachilarim, endi kirib kelganlar, hali ham mening videomni ko'rib turib like bosmadingizmi? Agarda like bosmagan bo'lsangiz, telefoningiz portlab ketsin. Agarda telefoningiz portlashini istamasangizlar, darhol like bosib ketinglar. Endi esa videoga marhamat. Quritilgan gaz avvalgi g'amgin bo'ladi, lekin vaqt o'tishi bilan kulimsirab boshlaydi. So'ng u Minecraftning yangi mobi Gaslingga aylanadi. Gasling kichik havo shari kabi harakatlanadigan mob. U o'yinchilar va boshqa moblar atrofida aylanib yuradi. U o'yinchilarga hujum qilmaydi va yong'in sharlarini otmaydi. Gaslingni qor bo'laklari bilan oziqlantirsa bo'ladi. Gasling o'sib ulg'aygandan keyin Happy Gasga aylanadi, ya'ni baxtli gazga. U yangi dostona gaz bo'lib, o'yinchilarga hujum qilmaydi. Overworld bo'ylab erkin usha oladi. Gazning o'zi hujum qilmaydi, balki do'stona xatti harakat ega bo'ladi. Bundan tashqari siz ushbu gaz ustida uchishingiz mumkin. Happy Gaz ushish imkoniyati. Siz Harness deb nomlangan yangi buyumni yasashingiz mumkin. U quyidagi materiallar tayyorlanadi. 3 dona sharm, 2 dona shisha, 1 dona kokjun kerak bo'ladi. Bu Harness yordamida Happy Gazni minib ushishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, agar siz multiplayer serverda o'ynasangiz, Locator Bar degan yangi funksiya yordamida do'stlaringizda qayerda ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buning eng ajoyib tomoni esa, bir vaqtning o'zida 4 nafar o'yinchi Happy Gaz ustiga uchishi mumkin. Survival rejimida ham osmonda yurish va qurilishlar qilish mumkin. Shunday qilib biz Minecraftning 2 yangilanishini kutmoqdamiz. Minecraftning 1.21.5 ning Spring to Life update 25-martda chiqariladi. Yangi mob variantlari, yangi tovushlar, Fluffy Bush va ko'plab yangi xususiyatlar Minecraftning 1.22 versiyasida chiqariladigan bo'ladi. Dreadgast, quturilgan gaz, Gasling, kichik gaz, Happy Gaz, minish mumkin bo'lgan gaz, 4 o'yinchi birga minish va Locator Bur funksiyasi mavjud. Bu yangilanishlar Minecraftni yanada qiziqarli qiladi. Siz Happy Gazni minib osmonda sayr qilishni xohlaysizmi? Fikrlaringizni kommentariyaga bildiring va Minecraftning yangi imkoniyatlaridan zavqlaning. Minecraftning 1.22-versiyasi qachon chiqsa hali ham noma'lum. Qarshi sizlar bilan bo'lgan men Dedigiz, hammaga xayr, sog' bo'linglar.